أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Biz yuqorida Alloh subhanahu va taoloning fazl ihson va inoyat bilan at-tafsirul muyassar degan bu tafsirning o'zidan Niso surasi 141 oyat kelgan qadar darsimiz davom qilgan edik. Shuning o'zidan endi davomlashtirishimiz inshaalloh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Ayet-i Kerim'den kısaca Uygur tercümesi. Ular yani münafıklar sizlarga aciz kilishni kutidi. Agar sizlar Allohning nusratiga erishsanglar,
Ular biz sizlar bilan billa, ular biz sizlar bilan billa emasmidoq. Kafirlardan algan g'animatlardan bizgimi biringlar deydi. Agar kafirlar zafar topsa, ular kafirlarga biz sizlardan g'olib bo'lib turib, sizlarni o'ltirmadik emasmi? Sizlarni mo'minlardan saqlamadik deydi. Alloh qiyomat kuni oranglarda haqqoniy hukm chiqaradi. Alloh kofirlarga hargiz mo'minlar qarshi yo'l bermaydi. Shubhisizki munofiqlar Allohni aldamoqchi bo'lishudi. Alloh ularning aldamchiligiga yarasha jazo beradi. Ular namoz uchun turganda xo'sh yoqmaslik bilan turdi. Savob umid qilmaydi. Namozni kishilarga ko'rsatish uchun o'qiydi. Ya'ni riyokorlik qiladi. Allohni faqat ozgina yod etadi. Munofiqlar kufr bilan iymon orasida arsaldi bo'lib turdi. Na ularga, na bularga mansub emas. Ya'ni mo'minlarga kofirlarga mansub emas. Kimni Alloh gumroh qilgan ekan, uningga hargizmi to'g'ri yo'l topolmaysan. Ey mu'minlar, mu'minlarni do'st tutishni qo'yib, kofirlarni do'st tutmanglar. Sizlarning zininglarga, ya'ni munofiq ekanliginglarga Allohning ro'shan pakti bo'lishini xohlamsizlar? Munofiqlar cho'qim do'zaxning eng ostin qavitiga, ya'ni qa'riga tashlanadi. Ularga hargizmi azobdan qutqizadigan madadkor topolmaysan. Faqat munofiqlikdan tavba qilgan, amallarni tuzatgan, Allohning kitobiga chin yopishgan, dinni Alloh uchun xolis qilgan, ya'ni qilgan amalidan faqat Allohning rizoligini ko'zlagan kishilar buningdan mustasno. Ana shular mu'minlar bilan billa, ya'ni ularning qatoridadir. Alloh mu'minlarga oxiratda jannatdan iborat buyuk ajr ato qiladi. Agar Allohning ne'matlariga shukr qilsanglar va iymon etsanglar, Alloh sizlarga azob qilib nima qiladi? Alloh shukr qilg'ichni mukofotlovchidir, hammani bilguchidir. Xo'sh, allazina yatrabbasuna bikum المنافقون هم الذين ينتظرون ما يحل بكم أيها المؤمنون من الفتن والحرب فإن من الله عليكم بفضله ونصركم على عدوكم وغنمتم قالوا لكم ألم نكن معكم نؤازركم وإن كان الجاحدين لهذا الدين قدر من النصر والغنيمة قالوا لهم ألم نساعدكم بما قدمناه لكم ونحميكم من المؤمنين فالله تعالى يقضي بينكم وبينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين طريقا للغلبة على عباده الصالحين فالعاقبة المتقين في الدنيا والآخرة. Münafıklar olsa sizlarga ey mu'minlar fitna pasat urush jadal majraninki sizlarga tushishini kutadi. Agar Alloh sizlarga o'z fazl-karim bilan ihson qilsa va dushmanlarga sizlar g'olib kelsanglar va ulardan o'ljasanglar, ular sizlarga deydi-da, sizlar bilan biz birga bo'lmagan edik, sizlarni biz qo'llab quvvatlamagan edik deydi. Ha, agar mushu dinga jo't qilganlar bo'lsa, mushu dinga jo't qilib, mu dinga inkor qilgan, bular uchun bir nim bo'lsa, ma'lum bir miqdor bularga bo'lsa,
g'alaba nusratdan va g'animatdan. Ular deydi bu bu qarshi fikrlarga, bu munofiqlar nima deydi? Sizlar biz sizlarga biz yordam qilmadikmiz. Nurg'un narsalarni sizlarga biz berib, sizlarga yordam qilmadikmi? Sizlarni biz musulmonlardan sizlar qo'g'dab qolmadikmi? deydi. Allah Teala sizlar bilan ularning orasini qiyomat kuni adil hukm qiladi. Allah qiladi. Va Allah Teala kafirlar uchuncha o'zining yaxshi bandalariga ustun kelish uchun hech qanday bir yo'lni hozirlamaydi. Keyingi g'alaba dunyo va oxiratda Allohdan naqadar qo'rqqan taqvo yaxshi kishilar uchundir. إن طريقة هؤلاء المنافقين مخادعة الله تعالى بما يظهرونه من الإيمان وما يبطنونه من الكفر ظنا أنه يخفى على الله والحال أن الله خادعهم ومجازيهم بمثل عملهم وإذا قام هؤلاء المنافقون لأداء الصلاة قاموا إليها في فطور يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ولا يذكرون الله تعالى إلا ذكرا قليلا. Bu münafıklarınki tutkan yolu nimesi Allah Teala'nı aldaşkı urunuş. Allah Teala'nı aldaş. Ne bilen? İmandan ibaret bu narsani aşkar kılıp iman davasını kılışlan. Ve küfürünü mahfi tutuşlan Allah Teala'nı aldaş. Guman qilgan holda u Allah Teala mahfi qiladi, Allah bu ahvolni bilmaydi deb o'zining shu botil gumoniga tayanib iymonni izhor qiladigan, kufrni mahfi qilish bu ularning yo'li bu. Amaliyotda ish amaliyotga nima? Alloh taolo ularni oldiqchi. Ularga Alloh subhanahu taolo ularning amaliga yarasha jazo berguchi, jazolag'uchi. Qachon bu munofiqlar namozni ado qilish uchun tursa, bu namoz uchun sus mushundoq turdi. O'zlarining namozlarlancho faqat riyo va shuhratparastlik mushning o'zini qillamlacho sumat obro'yni mush maqsad qiladi. Alloh taoloni bak oz aslaydi. إن من شأن هؤلاء المنافقين التردد والحيرة والاضطراب لا يستقرون على حال فلا هم مع المؤمنين ولا هم مع الكافرين ومن يصرف الله قلبه عن الإيمان به والاستمساك به ومن يصرف الله قلبه عن الإيمان به والاستمساك بهديه فلن تجد له طريقا إلى الهداية واليقين. حقيقة şu münafıkların işinin qatarının boğunu nime edilse o ikkileniş bir işlerde. Tereddüt oluş, hayranlık kılış ve ızdirabat, mukumsuzluk, turaksızlık. O münafıkların şanının qatarının boğunu bu. Bu bir halet olmaydı bula. Bir ahvalda herkes mukumlaşmaydı. Valla müminler bilen bir septim emez, valla kafirler bilen emez, bunun pozisiyası enik emez. Kim ki kalbini Allah'a iman etiştin Allah burvassa ve Allah'ın hidayetine esiliştin o kalbini co Allah başka taraf burvassa onun için o adamga nispeten hiç kandak hak yolunu tepişka ve yakin bir narsani cezmiyetga erishishga yo'l topamaysan. Ya eyyuhallazina saddaqullaha ve rasulahu ve amilu bi shar'i.
لا توالوا الجاحدين لدين الله وتتركوا موالاة المؤمنين ومودتهم أتريدون بمودة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم. Ey Allah Allah'ın Resulüga çümpütüp hakiki usunda hakkul yakin ve aynel yakin ve ilmul yakin tariqida. Muşundak Allah Allah'ın Resulüga tasdiq qilganlar va u Allohning shariat ahkomlariga mukammal amal qilganlar. Sizlar bu holdan turug'liq qanday qilinglar? Allohning diniga jo't qilgan tuzkurliqlarni do'stmanglar va mu'minlarga do'stlikni ularga do'st jaranchilik qilishni uni tark etmanglar. U mu'minlar bo'lgan do'stlikni ham tark etmanglar, yaxshi ko'rishni tark etmanglar. Sizlarning dushmaninglarni yaxshi ko'rishlan Alloh taolo uchun sizlarning zininglarga, sizlarning iymoningizda rostchil bo'lmaganligingizga qarta bir ochiq oshkora hujjatning bo'lishini yaxshi ko'ramsizlar. Innal munafiqina fi asfali manazilin nari yawmal qiyamah. ولن تجد لهم أيها الرسول ناصرا يدفع عنهم سوء هذا المصير. Hakikaten münafıklar kıyamet günü de dövzakninki mertebelerinin en çukursıda. Ula için hey Peygamber aleyhissalatu vesselam ulardan muşu yaman akıbetini müdafiye kıladigan hiç kandak bir yardımcı tapamayızsan. إلا الذين رجعوا إلى الله تعالى وتابوا إليه وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم باطنا وظاهرا ووالوا عباده المؤمنين واستمسكوا بدين الله وأخلصوا له سبحانه فأولئك مع المؤمنين في الدنيا والآخرة وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابا عظيما. Lekin Allah subhanahu wa ta'ala qaytqan, Allah'a tövbe qilgan va o'ziniki ishki tashqi ahvoldan buzilib ketgan, vayron bo'lib ketgan, kalan ketgan, bunga o'xshash ahvollarni o'ngishgan, o'zini isloh qilgan bular uningdan istisno. Va yüzünki ayene Allah Teala'nın mümin bendilerini yaxşı ko'rganlar. Bular bu yaman aqibet qilishsin istisna. Va Allah'ın dinini mustahkam eslgan. Va Allah uchun ibodatni faqat Allah qilib o'ngich qilgan. Bular bu yuqorqi bu munofiqlar qoladigan bu noiti dard, alamlik, azoblik u kunlardan bular istisna. Biz bular kimlen dünya ahirette müminler bilen bir sept olurdu bular. Allah bu müminler için katta büyük mol müjdak sevap berdi değil. Ma yap'alullahu bi'azabikum in aslahtumul amala ve amantum billahi ve rasulih. Fe innallaha subhanahu ganiyyun ammen sivah. وإنما يعذب العباد بذنوبهم وكان الله شاكرا لعباده على طاعتهم له عليما بكل شيء. Allah sana azap kılıp neymi kılıyordu? Eğer sizler işkişonlarını emrlerini onsanlar, Allah'ın Resulü iman kıl tutsanlar, Allah bekadı meka sana azap kılamdı, Allah sana azap kılıp neymi kılıyordu? Çok Ama Allah subhanahu teala özünün başkalarının bir hacet. Bütün mahlukatlarının hamısının bir hacet. Hacet yok mahlukatlara. Ve çokum bendilerinin özünün günahı sebeplik azap kılınıdır. Allah özünün bendilerine o bendilerinin ki Allah şu taat kılını kartta rahmet etkisidir. Allah her kandak işine bilgiçidir deydi.
Hoş. Dersimiz şu anki payımız ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin.